Lekin bizni kuzatib borayotgan kukalarimiz biza Damas mashinamiz bor edi. Unga metan uстановка qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Har doimgidek bo'ladigan reduktori, Lido reduktor qo'yib berdik originaldan. Ko'rishingiz mumkin. 201 avtokulchatlar bilan qo'yganmiz. Mana o'rtadan neytralkalari bor. Ko'rishingiz mumkin. Shlankalarni ham baquvvatini qo'yganmiz. Zapravchlari mana. Hozir orqa qismini ko'rsatib o'taman. Bunga qo'yilgan kraniklari mana polovorot kranik originali. Ballonlari Vikorgaz ballonlar bo'ldi. Kraskalar chiroq qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Qolganlarning mo'shinsidan qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Qalin. Xulosa chiroq qo'yib berdik. Bunga agar metan uстановка xizmatlari berilsa, past raqam qoldirib o'tamiz. Aloqaga chiqsa mumkin. Sog' bo'linglar. Bu yerda Cobalt mashinamiz ham bor. Xulosa uстановkadan keyin yana buni ko'rsatib o'taman.